Bugun juda muhim masalani tushuntiraman. Yoshga doir ustamalar bekor qilinadimi? 60 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan pensionerlarda qanday ustama bor? 80 yoshdan keyin nima o'zgaradi? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo-bu yoki yaqin qarindosh bor. Noto'g'ri tushuncha sabab odamlar o'ziga tegishli pulni ola olmay qolishi yoki aksincha, ustama bekor bo'lar ekan deb bekorga xavotirga tushishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Avvalo bitta narsani aniq ajratib olaylik. Yoshga doir pensiya degan tushuncha bor. Yoshga doir ustama degan tushuncha esa ko'pchilik o'ylagandek hamma pensionerga avtomatik qo'shiladigan alohida pul degani emas. Odam 60 yoshga kirsa yoki ayol kishi pensiya yoshiga yetsa, unga yoshga doir pensiya tayinlanadi. Lekin bu 6000 yosh bo'ldi. Endi pensiyasiga yana alohida yosh ustamasi qo'shiladi degani emas. Ilgari ham, hozir ham pensiya miqdori asosan ish staji, ish haqi, pensiya tayinlash paytidagi hisob-kitob imtiyozli davrlar. Nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik, mukofotli yoki maxsus maqomlar kabi omillarga bog'liq bo'lgan. Yosh esa pensiyaga chiqish huquqini beradi, lekin 6 yoshdan 79 yoshgacha faqat yoshning o'zi uchun alohida ustama beriladi deb o'ylash ko'p hollarda noto'g'ri. Endi odamlarni chalg'itayotgan joyga kelamiz. Ba'zi xabarlarda yoshga doir ustamalar bekor qilindi degan gap tarqaladi. Buni ko'rgan pensioner mening pensiyam kamayadimi? 60 yoshdan keyingi ustamam olib tashlanadimi? 80 yoshga kirsam qo'shimcha pul olmaymanmi? deb xavotirga tushadi. Aslida masalaga hujjat va amaldagi tartib nuqtai nazaridan qarash kerak. Hamma ustamalar bir xil emas. Ba'zilari pensiya turiga bog'liq, ba'zilari nogironlikka bog'liq, ba'zilar alohida xizmat yoki maqomga bog'liq, ayrimlari esa aynan 60 yoshdan keyin qo'llanadigan qo'shimcha to'lovlarga bog'liq. Oldin odamlar orasida shunday tushuncha shakllangan: pensiyaga chiqdim. Demak, endi yildan yilga yoshim oshgani sari pensiyamga alohida ustama qo'shilib boradi. Masalan, 6 yoshda bir ustama, 65 yoshda yana bir ustama, 70 yoshda yana qo'shimcha bo'ladi degan fikr ko'p uchraydi. Men amaliyotda bunday savollarni juda ko'p eshitaman. Lekin qonunchilikdagi tartib bunday ishlamaydi. Pensiya har oy indeksatsiya qilinishi, eng kam pensiya miqdori oshirilishi, bazaviy hisoblash miqdori yoki pensiyani hisoblash bazasi o'zgarishi sabab ko'payishi mumkin. Lekin bu ko'payish mening yoshim 60 dan 64 ga o'tdi. Shuning uchun ustama qo'shildi degani emas. Ko'pincha pensioner pensiyasi oshganini ko'radi va buni yoshga bog'laydi. Aslida esa davlat bo'yicha pensiyalar oshirilgan bo'ladi yoki uning hujjatida qayta hisoblashga asos paydo bo'lgan bo'ladi. Hozir o'zgarayotgan yoki odamlar gapirayotgan masala shundan iboratki, pensiya tizimida ortiqcha, takrorlanuvchi, bir-birini 2 marta qoplaydigan to'lovlar bo'lsa, ular qayta tartibga solinishi mumkin. Bu degani har bir pensionerning puli avtomatik kamayadi degani emas. Agar odamga qonuniy asosda ustama tayinlangan bo'lsa, masalan, nogironligi, urush qatnashchisi maqomi, alohida xizmatlari yoki takkadan yoshdan oshganligi bo'yicha qo'shimcha to'lov bo'lsa, bunday to'lovlar alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Eng muhimi, odam o'z huquqini va qaysi to'lov nimaga berilayotganini bilishi kerak. Men buni oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Akmal aka 12 yoshda, oddiy yoshga doir pensiya oladi. Uning 30 yillik ish staji bor. Pensiyasi ish haqi va stajiga qarab hisoblangan. U yoshga doir ustama bekor bo'lar ekan degan xabarni eshitdi. Akmal akaning holatida agar unga alohida nogironlik ustamasi, maxsus unvon ustamasi yoki kadin yosh ustamasi berilmayotgan bo'lsa, bekor qilinadigan yosh ustamasi degan narsa uning pensiyasida alohida satr bo'lib turmagan bo'lishi mumkin. Demak, u avvalo pensiya bo'limidan pensiya tarkibini so'rashi kerak. Ko'p hollarda bunday odamning pensiyasi yoshga doir pensiya sifatida qoladi. Faqat davlat bo'yicha oshirilsa oshadi. Ikkinchi misol, Malika opa 67 yoshda pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan. U men 6 dan oshganman. Demak, qo'shimcha ustamam bor edi. Endi olib tashlashadi deb o'ylaydi. Lekin uning pensiyasida qo'shimcha pul ko'paygan bo'lsa, bu ehtimol ish staji qayta ko'rib chiqilgani, ish haqi hujjatlari tiklangani yoki umumiy pensiya oshirilgani sabab bo'lgan. 67 yosh bo'lgani uchun alohida 67 yosh ustamasi odatda belgilanmaydi. Shuning uchun Malika opa xavotirga tushishdan oldin menga qaysi asos bilan qancha qo'shimcha hisoblangan deb yozma
ma'lumot olishi kerak. Uchinchi misol, Karim bobo taqriban yoshga to'ldi. Mana bu yerda vaziyat boshqacha. Taqdim yosh masalasi alohida e'tibor talab qiladi. Chunki amaldagi tartiblarda taqdim yoshga to'lgan pensionerlarga qo'shimcha to'lov yoki parvarish bilan bog'liq ustama qo'llanishi mumkin. Bu hamma joyda bir xil nom bilan aytilmasligi mumkin bu. Odamlar uni taqdim yosh ustamasi, parvarish puli, qarilik qo'shimchasi deb atashi mumkin. Muhimi shuki, taqdim yoshdan keyin pensiya tarkibida alohida qo'shimcha hisoblanishi ehtimoli bor. Agar Karim bobo taqdim yoshga to'lgan bo'lsa, oilasi pensiya bo'limiga murojaat qilib, bu qo'shimcha avtomatik tushdimi yoki ariza kerakmi? Shuni aniqlash shart. 4-misol, Salima bu 79 yoshda va nogironlik guruhi bor. U yoshga doir pensiya oladi. Lekin bir vaqtning o'zida nogironlik holati bo'yicha ayrim imtiyoz yoki qo'shimcha to'lovga ham haqli bo'lishi mumkin. Bunday holatda masala faqat yosh bilan cheklanmaydi. Pensionerning hujjatlarida tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi nogironlik guruhi, uning muddati qayta ko'rik sanasi bo'ladi. Agar biror ustama bekor qilinsa yoki to'xtatilsa, sabab yosh emas, balki hujjat muddati tugagani, qayta ko'rikdan o'tilmagani yoki ma'lumot bazaga kiritilmagani bo'lishi mumkin. 5-misol, Rustam aka tabazi 1 yoshda, lekin qo'shimcha pul olmayapman deb aytadi. Bunday vaziyat juda ko'p uchraydi. Sabablari turlicha bo'ladi. Ba'zan 8-yoshga to'lgani tizimda ko'rinadi, lekin to'lov qayta hisoblanmagan bo'ladi. Ba'zan pensioner boshqa tumandan ko'chib kelgan bo'ladi va ish papkasidagi ma'lumotlar to'liq o'tmagan bo'ladi. Ba'zan plastik karta, bank rekviziti, yashash manzili yoki pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'ladi. Ba'zan esa odamning o'zi hammasi avtomatik bo'ladi deb kutadi, lekin amalda murojaat qilish tezroq natija beradi. Endi kim xavotir olishi kerak? Agar sizning pensiyangizda alohida ustamalar bo'lsa, masalan nogironlik, alohida maqom, qarovga muhtojlik, taqdim yoshdan oshganlik, xizmat yillari yoki boshqa imtiyoz bo'yicha qo'shimcha to'lov bo'lsa, albatta pensiya tarkibini tekshirtiring. Chunki ustama nima asosida berilayotgani aniq bo'lsa, uni noqonuniy olib tashlash oson bo'lmaydi. Lekin hujjat yetishmasa, tizimda xato bo'lsa yoki muddatli ma'lumot yangilanmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz 65 yoki 70 yoshda bo'lsangiz va sizga faqat oddiy yoshga doir pensiya tayinlangan bo'lsa, yosh ustaman bekor bo'ladi deb vahimaga tushmang. Chunki ko'p holatda sizda alohida yosh ustamasi bo'lmagan bo'ladi. Sizning asosiy e'tiboringiz pensiya to'g'ri hisoblanganmi, staj to'liq kiritilganmi, arxiv ma'lumotlari inobatga olinganmi, ishlagan yillaringiz to'liq ko'rsatilganmi? Shunga qaratilish kerak. Bu mavzuda eng katta xato bitta so'zni noto'g'ri tushunishdan boshlanadi. Yoshga doir degan so'z pensiya turini bildiradi. Ya'ni odam qarilik yoshiga yetgani uchun pensiya oladi. Lekin odamlar buni yoshim oshgani uchun pensiyamga ustama qo'shiladi deb tushunadi. Bu ikki tushuncha bir xil emas. Ikkinchi nozik joy taqdim yosh masalasi. Begisin yoshga to'lgan odamning huquqi 6 yoshdagi oddiy pensioner huquqidan farq qilishi mumkin. Chunki begisin yoshdan keyin odamning parvarishga ehtiyoji ortishi, sog'lig'i zaiflashishi, kundalik xarajatlari ko'payishi hisobga olinadi. Dorilar, tibbiy ko'rik, transport, yordamchi parvarish, uy sharoitidagi xizmatlar ko'payadi. Shuning uchun qonunchilikda aynan 8 yoshdan keyingi qo'shimcha to'lovlar ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Ammo bu pulni olish uchun pensionerning ma'lumotlari to'liq va to'g'ri bo'lishi kerak. 3-nozik joy, hamma ustama pensiyaga bir xil qo'shilmaydi. Ayrim to'lovlar pensiya bilan birga keladi. Ayrimlar ijtimoiy nafaqa yoki kompensatsiya sifatida alohida ko'rinishi mumkin. Ayrim hududlarda odamlar bank ilovasida faqat umumiy tushgan summani ko'radi va qaysi qismi pensiya, qaysi qismi ustama ekanini bilmaydi. Shuning uchun men doim aytaman, taxmin bilan yurmaslik kerak. Pensiya tarkibi bo'yicha rasmiy ma'lumot so'rash kerak. 4-nozik joy qayta hisoblash. Masalan, bir pensioner 75 yoshda va 25 yil staji bor deb hisoblangan. Keyin arxivdan yana 5 yil ish staji topildi. Pensiyasi oshdi. U buni 75 yosh ustamasi qo'shildi deb o'ylaydi. Aslida bu yosh ustamasi emas, staj bo'yicha qayta hisoblash. Bunday farqni bilish muhim. Chunki ertaga biror ustama haqidagi xabar chiqsa, odam o'ziga tegishli bo'lmagan masaladan xavotir oladi. 5-nozik joy, ishlovchi pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ular men ishlayapman. Shuning uchun yosh ustamam bekor bo'ladimi deb so'rashadi. Bu yerda pensiya, ish haqi, soliqlar, qayta hisoblash va ayrim to'lovlar alohida ko'rib chiqiladi.
ishlayotganingizning o'zi vaqtim bu yoshga oid huquqni yo'q qiladi deb umumiy xulosa chiqarish noto'g'ri. Lekin ayrim kompensatsiyalar yoki ijtimoiy yordam turlari daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir to'lovning nomi va asosi alohida tekshiriladi. 6-nozik joy. Hujjatdagi ism familiya xatolari. Masalan, eski mehnat daftarchasida Murodova deb yozilgan, pasportda Murodova Dilbar emas, Murodova Dilbarxon deb turibdi. Arxiv ma'lumotda tug'ilgan sana bir kun farq qilgan. Bunday mayda ko'ringan xatolar pensiya hisobida katta muammo keltirishi mumkin. Ayniqsa taqvim yoshga to'lganlik bo'yicha qo'shimcha to'lovda tug'ilgan sana asosiy belgi bo'lgani uchun sana noto'g'ri bo'lsa to'lov kechikadi. 7-nozik joy. Boshqa davlatda ishlagan yillar. Ko'plab fuqarolar sobiq ittifoq davrida yoki keyingi yillarda boshqa respublikalarda ishlagan. Ularning staji, arxiv ma'lumotlari, ish haqi hujjatlari to'liq kelmagan bo'lishi mumkin. Agar pensiya kam chiqsa, odam buni yosh ustamasi bekor qilingani bilan bog'laydi. Aslida esa ish staji tasdiqlanmagan bo'ladi. Bunday holatda arxiv so'rovlari, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, sud orqali faktni tasdiqlash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. 8-nozik joy. Qo'shnim oldi, men olmadim degan taqqoslash. Bu eng xavfli taqqoslashlardan biri. Qo'shningiz bilan yoshingiz bir xil bo'lishi mumkin. Lekin stajingiz boshqa, ish haqingiz boshqa, nogironlik guruhi boshqa, imtiyozli maqomingiz boshqa, pensiya tayinlangan sana boshqa. Shuning uchun u 1,800,000 olyapti, men 1,500,000 olyapman. Demak, menga ustama bermayapti deyish har doim ham to'g'ri emas. To'g'ri yo'l o'z pensiya hisobingizni rasmiy tekshirtirish. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensiyangiz tarkibini bilib oling. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga boring yoki may.oq uz orqali murojaat qiling. Mening pensiyam qaysi asoslar bo'yicha hisoblangan tarkibida qanday ustamalar bor, ularning miqdori qancha deb so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanmaslikka harakat qiling. Imkon bo'lsa yozma javob yoki elektron javob oling. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Pasportga ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nogironlik bo'lsa TNMI xulosasi, imtiyozli maqom bo'lsa uni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ing. Agar taqaddum yoshga to'lgan bo'lsangiz, tug'ilgan sanangiz to'g'ri aks etganini tekshiring. Pasportdagi sana, pensiya bazasidagi sana va boshqa hujjatlardagi sana bir xil bo'lishi kerak. 3-qadam, taqvim yoshga to'lgan pensionerlar alohida tekshirtirsin. Men bunday holatda kutib o'tirmaslikni maslahat beraman. Tug'ilgan kundan keyin pensiya bo'limiga murojaat qilib, taqvim yoshga to'lganim munosabati bilan menga tegishli qo'shimcha to'lov tayinlanganmi? Qaysi oydan hisoblanadi? Agar tayinlanmagan bo'lsa, sabab nima deb so'rang. Agar to'lov kechiksa, qayta hisoblash qaysi sanadan qilinishini ham aniqlang. Chunki ba'zan odam bir necha oy kutadi, keyin borib so'rasa, hujjatdagi xato yoki texnik sabab aniqlanadi. 4-qadam, agar pensiya kamaygan bo'lsa, darhol sababini so'rang. Ustama bekor bo'ldi degan umumiy gap bilan rozi bo'lib ketmang. Qaysi ustama, qaysi hujjat asosida, qaysi sanadan, qaysi qaror bilan to'xtatilganini so'rang. Agar nogironlik guruhi muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Agar hujjat yetishmasa, uni topshirish kerak. Agar xatolik bo'lsa, ariza bilan qayta hisoblash so'raladi. 5-qadam, ariza yozayotganda aniq yozing. Masalan, mening pensiyam tarkibida mavjud ustamalar va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha ma'lumot berishingizni, taqvim yoshga to'lganlik munosabati bilan tegishli qo'shimcha to'lov tayinlangan yoki tayinlanmaganini tushuntirishingizni. Agar tayinlanmagan bo'lsa, huquqiy asosini ko'rsatishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizada telefon, raqamingiz, manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, pensiya oluvchi sifatidagi ma'lumotlaringiz bo'lsin. 6-qadam. Bank tushumlarini saqlang. Plastik kartaga pensiya tushganda SMS yoki bank ilovasidagi tarixni ko'rib boring. Qaysi oy qancha tushdi, qachon kamaydi, qachon oshdi, buni yozib boring. Agar nizo chiqsa, menimcha kam tushdi deyishdan ko'ra, may oyida shuncha, iyunda shuncha, iyulda shuncha tushgan deb aniq aytish osonroq bo'ladi. 7-qadam, ishonchsiz xabarlarga aldanmang. Telegramdagi qisqa post, qo'shnining gapi yoki kontekstdan uzib olingan sarlavha asosida xulosa qilmang. Pensiya masalasida eng ishonchli manba rasmiy hujjat, pensiya jamg'armasi ma'lumoti, may.uz orqali javob, qonunchilik bazasi va yozma tushuntirishdir. Agar kimdir hamma ustamalar bekor bo'ladi desa, undan qaysi qaror, qaysi modda, qaysi to'lov deb so'rang.
Aniq javob bo'lmasa, vahima qilishga asos yo'q. 8-qadam oila a'zolari pensionerlarga yordam bersin. Ko'p ota-onalarimiz hujjat yig'ishga, elektron murojaat qilishga, bank ilovasini tekshirishga qiynaladi. Farzandlar buni nazorat qilishi kerak. Ayniqsa 80 yoshga yaqinlashayotgan ota-onangiz bo'lsa, tug'ilgan kundan keyin qo'shimcha to'lov masalasini tekshiring. Bu bir martalik kichik harakat bo'lishi mumkin, lekin pensioner uchun har oyda sezilarli yordam beradi. Demak, asosiy xulosa shunday. 6 yoshdan 79 yoshgacha bo'lgan har bir pensionerga faqat yoshi uchun alohida ustama bor deb o'ylash noto'g'ri. Yoshga doir pensiya bu pensiya turi, yosh ustama esa alohida masala. Daxazon yoshdan keyin esa vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Chunki bu yoshda qo'shimcha to'lov yoki parvarish bilan bog'liq ustama masalasi tekshirilishi kerak. Eng to'g'ri yo'l vahima qilish emas, pensiya tarkibini rasmiy aniqlash. Hujjatlarni tartibga keltirish va kerak bo'lsa yozma ariza berishdir. Agar siz 6-7 yoki 9 yoshdagi pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda shunday inson bo'lsa, bugunoq pensiya hujjatlarini tekshirib chiqing. Kommentariyada yozing. Sizning yoshingiz nechida? Pensiyangizda ustama bormi? 80 yoshga to'lgandan keyin qo'shimcha to'lov avtomatik qo'shildimi yoki murojaat qilganmisiz? Shu mavzu ko'proq odamlarga yetib borish uchun videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring.